Ko'zingizdagi boqishlarni yechib tashlang. Men bu ikki begona taxminan 30 metr balandlikda ushlab turibman. Agar biz yuqorida ketma-ket 30 kun davomida omon qolsak, ular $2 million uchadi. O'zingizlar tanishtiringlar. Salom, men Alisaman. Salom, Angusman. Balandlikdan qo'rqasizlarmi? Albatta. Rostini aytsam, umuman yo'q. Hozir yuragim qattiq uryapti. Menimcha bu o'z-o'zidan afshan. Sizlardan birilar yiqilsanglar albatta mag'lub bo'ladi. Men yerga tushyapman, sizlarda bo'lsa yiqilgan hech narsasiz qoladi. O'lim. Men bu haqda har kun o'ylayman. Birinchi soat. Har bir sandiq ichida 30 kun davomida omon qolishingiz uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Fikr qil, agar yostiging tushib ketsa, senda yostiq bo'lmaydi. Bunday bo'lmaydi. Bunday emas. Biz iloji boricha bir-biriga qarshi ishdagi odamlarni oldik. Men qurilishda ishlayman. U qurilishda ishlaydi. Bu esa Britaniyadagi eng mashhur teleserial yulduzi. Shunday. Rostdanmi? Ha, shunday. Bilasanmi, menimcha bir-birimizga qarshimiz. Ular hali qanchalik qiyin bo'lishini bilishmaydi. Yo'q. Ulardan biri g'alaba qozonadimi? Chodirni tashla. Rostdanmi? Seni bilmayman, lekin men chodirni ekishga tayyorman deb o'ylamayman. Chunki shamol bor. Voy, bu yer juda kichik. Biz osmonda lager qilyapmiz. Bu qiyin bo'ladi. Ular tasavvur qilgandan ham qiyinroq bo'ladi, chunki bu boshqacha video. Ulardan biri chiqsa ham video tugamaydi. Boshqacha bo'ladi. U $1 million chorak qismini bo'lish o'rniga hammasini o'ziga oladi. Ular sherigini yo'qotganligi uchun rag'batlanadi. O'ylaymanki 2 soat uxladim. Juda sovuq edi. Siz osmonda yashayotganingizda har xil ob-havolarga duch kelasiz. Har qanday holatda bu faqat 2 kun va bizda paltolar kerak, bu yomon. Biz chayqalyapmiz. Biroz shamol. Lekin shamol faqat boshlanishi edi. Tasavvur qil, men hozir seni itarib yuborsam. Jahlim chiqardi, men buni hozir aytaman. Uf, Hozir bu yerda qulay bo'lish qiyin. albatta. Kecha ob-havo juda yomon bo'ldi. Kecha yomg'ir yog'di. Hamma narsa nam. Hoy, sen uxladingmi? Yo'q, haqiqatan ham. Men yaxshi uxladim. Alisa tez moslashyapti. Men chodirimni ovqatlanish paytida tayyorlayapman. Tovuqli burrito hayajonli. Angus esa chodirda qiynalyapman. Men unda yotishni xohlamayman. Bu yer juda yomon, rostdan. Bir muddat yomg'ir yog'maydi deb umid qilaman. Yo Xudo. Xudoyim. Jamol hozir to'liq chodirimda. Bizning chodirlar chekadi. Bu yoqimli. Bu kulgili. Yomg'ir davom etdi. Men 24 soat yomg'ir yog'ishidan qo'rqaman. Tun bo'yi yomg'ir yog'di. Yarim tun lekin yomg'ir yog'yapti. Angus uxlash o'rniga aylanib yuribdi. Chunki u chodiridan nafratlanadi. Men uxlay olmayapman, chodirim ho'l. Men o'zimni tashlamoqchi ham bo'ldim. Xo'sh, bu bizning chodirimizsiz. Yagona boshpana oladigan joy. Chunki hamma narsa ochiq va oshkora. Tom ma'noda hojatxona. Men hojatxonadan. U hojatxonada, men esa qorovulman. Bu juda yaxshi. Quyoshli. Menimcha birinchi marta. Ko'zlarimni quyoshdan himoya qilishim kerak edi. Bugun 5-kun. Qalaysizlar, 5 kun qanday o'tdi? Bu qo'pol bo'ldi. Yomg'ir juda ham ko'p yog'di. Bizning chodirlarimiz nam bo'ldi. Biz esa u yerda yashirindik. Bu bizning boshpanamiz. Mana bu chodirlar haqida nima deysiz? Menga yoqadi. Men buni biroz qulay deb bilaman. Ajoyib-ku. U biroz tor, u nam, juda sovuq. Menga chodir yoqadi, bu yoqimli. Ishonchliroq chodirni istaysizmi? Albatta. Men chodirimni yaxshi ko'raman, bu yaxshi. Men yangi chodir xohlayman. Ko'taring. Voy, xudoyim. To'xtating. Ha, albatta. Yaxshi. Menimcha bu yerdan ancha yaxshi. Bilganingizdek 25 fut uzoqlikda yangi chodirlar bor. Bu chodirlar ancha yaxshi. Va albatta yostiqlari ham bor. Voy. Bu